Okay. Demak, nimani o'rgandik biz sizlar bilan? Console log'ni o'rgandik. Console log'ning yumshoq qavslarni ichiga berib yuborilayotgan narsalar nima deylar ekan? Value. O'zbek tilida qiymat. Qiymatlar qanaqa bo'lishi mumkin ekan? String bo'lishi mumkin, number bo'lishi mumkin, boolean bo'lishi mumkin. Yana boshqacha narsalar ham bo'lishi mumkin. Ularni hozir o'rganmaymiz. Xo'p, qiymat. Ana endi bugun ikkinchi narsani o'rganamiz. Dasturlashda, ayniqsa JavaScriptda mana bunday termin bor. Literal. Literal inglizcha so'z, o'zbek tilida dasturlashda qolganlar qaramayapsizlar. Telefonga chalg'iyapsizlar. PUBG o'ynagilaring kelyapti, qornlaring och. Uydagilarni sog'indilaring. O'shaning uchun ketdik o'rganamiz. Literal degani nima degani ingliz tilida? Bizga altisdan mutaxassisimiz javob beradilar. Xohlagan aytingchi. O'zini ma'nosida degan ma'nosi? O'zini ma'nosi degan yaxshi. Endi o'zbekchaga aynan tarjimasi to'g'ri. To'g'ri. Lekin tarjimasini hozir biz topamiz sizlar bilan. Literal so'zi ona tilidan olingan, ingliz tili so'zidan olingan bo'lib, yunonchadan olingan bo'lib, bular maktabda ketdik. To'g'ridan to'g'ri degan ma'noni anglatadi. Juda qiziq mavzu. Nimaga bu gapni aytyapman? O'rgataman. Tepadagilarni pulli komment qo'yib qo'yaman, chalg'itmaslik uchun. Kommentga yozdimmi, demak e'tibor bermang degani. Tepada. Ketdik. Yana bitta console.log misol uchun mana najot deb yozaman. Literal degani to'g'ridan to'g'ri degan ma'noni anglatib, agar ma'lumot mana value, agar value osmondan kelib qolmasa, backenddan kelmayapti hozir. Qanaqadir tizimlardan kelmayapti-da, men o'zim qo'lim bilan to'g'ridan to'g'ri mana bunaqa yozib qo'yapman-ku. To'g'ridan to'g'ri yozyapmanmi konsolni ichiga yoki noto'g'ridan to'g'ri yozyapmanmi? To'g'ridan to'g'ri yozyapman. Oddiy qaranglar vaziyatga. To'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida nima bo'ladi? Bevosita. Bevositani tushunasizlarmi? Yo to'g'ridan to'g'ri tushunasizlarmi? To'g'ridan to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri qo'lim bilan nimadir yozib qo'yishimga, o'sha yozilgan narsaga literal deyiladi. Demak, bu qanaqa literal ekan? String literal. Tushunarlimi? Ha? Videoga ketamiz. Tushunarli emasmi? Endi yana bitta davom etamiz. Mana undan ham tushunarli bo'lsin. console.log masalan 45 deb yozaman. Demak, bu qanaqa literal ekan? Virgul, nuqta virgul nimaga tepaga qo'yib pastga qo'ymadim? Nega? Chotki. Qo'rqinchli bo'lib ketmayapti shu joyi. Ketdik. Number kichkina harf bilan albatta. Number literal. Literallymi? Shunaqani ko'rganmisizlar? Console log keyingisi masalan false deb yozaman. Tepada true yozdim, endi pastda false yozgim kelyapti mana. Yozdim. Bu nima literal bo'ladi? Boolean literal. Yozamiz. Ketdik. Go. Test.